Kam chiroyli-yu, nimasi g'alati bilmayman boru. Sizlarni ko'zingizni bilaman, Li bilan Xitoy mashinalariga o'rganib qo'yan. G'irt adin katnamu Range Rover o'zida boru. Bu Hyundai Santa Fe 2025 model bo'ladi. Bu mashinani chiroyli qilib yaltirab, krasavchik qilib turgani bitta sababi ustida 240 mikronli o'zini vasстановить qiladigan 100% poliuretan broneplyonka turibdi. Ichki plyonkani sifatiga bitta baho beringlar. Bonuslariga $100 salon laminatsiya qilib berdik. Salon laminatsiya podarka emas, baquvvat 200 mikronli, ya'ni 212 mikronli laminatsiya qilib berganmiz. Tonirovkalar qilib berganmiz. Xullas, hali mashina tamojnidan chiqib nomer taqmasdan turib bizning oldimizga kelishdi. Xudo xolisa ishlarni sifatli qilib, chiroyli qilib berdik. Xullas, tanlovda adashmadilar ekan. Agar sizda ham shunaqa mashinalar bo'lsa, qimmatbaho bizga olib keling, ishingizni chiroyli va sifatli qilib bitkazib beraman. Xudo xolisa bitta ko'rasiz, обязательно klient bo'lib qolasiz.